Saudiya Arabistonida shunaqa universitet borki, u yerda faqat qizlar o'qiydi va bu dunyodagi eng katta ayollar universiteti. Lekin eng qizig'i, ko'pchilik bu universitetda o'qish imkoniyatiga ega ekanligini haligacha bilmaydi. Assalomu alaykum, sizlar bilan Bilol va siz Saudcamp.uz kanalidasiz. Saudcamp.uz kelajak eshiklarini ochadi. Bugun sizlarga Prinses Nurah bin Abdulrahman universiteti, ya'ni o'zbek tilida Amira Nura universiteti haqida gapirib beraman. Bu oddiy universitet emas. Bu Saudiya Arabistonidagi eng nufuzli va butun dunyodagi eng katta ayollar universiteti hisoblanadi. U yerda minglab talabalar o'qiydi va eng muhimi, bu yerda xorijlik talabalar uchun ham imkoniyatlar talaygina va ayniqsa O'zbekistondan boruvchi talabalar uchun. Amira Nura universiteti faqat qizlar uchun maxsus tashkillashtirilgan universitet hisoblanadi. Zamonaviy kampusi, kuchli ta'lim tizimi va xavfsiz muhiti bilan boshqa universitetlardan ajralib turadi. Kampus darajasi shunaqangiki, u xuddiki kichkina shahar darajasida. Ichida kutubxonalar, laboratoriyalar, sport markazlari, tibbiyot majmualari, hatto transport tizimi ham bor. Bu universitet oddiy universitet emas, balki to'liq ekosistemaga asoslangan katta ayollar kampusi hisoblanadi. Qanday yo'nalishlar bor ekanligiga keladigan bo'lsak, bu yerda tibbiyot, meditsina, IT va texnologiya, biznes va iqtisodiyot, til va adabiyot hamda diniy yo'nalishlardagi islomiy fanlar, fiqh, hadis, Qur'on kabi yo'nalishlar mavjud. Ya'ni siz faqatgina diniy emas, balki zamonaviy kasblarni ham o'rganishingiz mumkin. Endi eng muhim savol, bu universitetga qanday kiriladi? Ko'pchilik shunchaki hujjat topshiraman va bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday emas. Bu yerda tanlov bor va filtr, ya'ni saralab olish juda ham kuchli. Ko'pchilik aynan shu yerda yiqiladi. Sizga eng avvalo kerakli hujjatlar muhim hisoblanadi. Birinchi o'rinda pasport, attestat yoki diplom, tarjima qilish kerak bo'lgan hujjatlar, tazkiyanoma, CV yoki rezyume, motivatsion xat albatta eng muhimlari hisoblanadi va bundan tashqari tibbiyot bo'yicha ma'lumotnomangiz yoki 086 forma hamda bundan tashqari sudlamaganlik to'g'risidagi qog'oz ham eng muhimi hisoblanadi. Hujjatlarning borligi bu juda ham yaxshi, ammo yetarli emas. Eng katta xatolardan biri oddiy topshirish, internetdan ko'chirib xat yozish, zaif tazkiyanoma tayyorlatish va noto'g'ri niyat. Shu sababli odamlar rad javobini olishadi. Saudiya Arabistonining aynan Amira Nura universitetiga qabul bo'luvchi ayollar bilan rad javobini oluvchi ayollarning o'rtasida bitta farq bor. Farq strategiyada. Ya'ni to'g'ri yo'l shunday bo'ladiki, profilni tayyorlashingiz, hujjatlarni kuchli tayyorlatishingiz, tazkiyanomalarni to'g'ri yozdirishingiz va to'g'ri topshirishingiz talab qilinadi. Kim mana shuni tushunsa, albatta Saudiya Arabistonining Amira Nura universiteti talabasiga aylanadi. Shuning uchun men sizlar uchun maxsus guidebook tayyorladim. Ushbu guidebookda siz barcha hujjatlarni qanday qilib tayyorlashingiz, qanday qilib ularni to'g'ri topshirishingiz va eng katta xatolar nimalardan iborat ekani hamda to'g'ri amaliy strategiyani birma-bir yoritib berganman. Agar siz ham Amira Nura universitetiga kirishni istasangiz, kommentariyaga guide so'zini yozib qoldiring va Telegram orqali ushbu guidebookga ega bo'lishingiz uchun pastda havolani ham qoldiramiz. Havolaga kirib, bemalol guidebookni olishingiz va undan foydalangan holda Saudiya Arabistoni universitetlariga to'g'ri topshirib, qabul bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Unutmang, bu omad emas, balki bu tizim va siz ham buni qila olasiz. Amira Nura universitetining qisqacha tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, Saudiya Arabistonidagi yetakchi universitetlardan biri bo'lgan Amira Nura universiteti 2008-yilda faqat ayollar uchun tashkil etilgan. U ta'lim, ilm-fan va innovatsiyani birlashtirgan holda xalqaro miqyosdagi tan olingan universitet hisoblanadi va ushbu universitetga faqatgina ayollar 16 yoshdan boshlab 40 yoshgacha bo'lgan shaklda turli xil toifalarda topshirishlar mumkin. Agarda siz ham chet el universitetlari talabasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, Saudcamp.uz agentligining Telegram hamda YouTube kanallariga obuna bo'ling va Telegram admin kuchukcha Bilol 011022 hamda 50 kodi bilan 220 43 33 raqamlariga bog'laning. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Ushbu toifalarga bakalavrgacha bo'lgan ta'lim, bakalavriat,
magistratura, PhD va doktorantura bosqichlari kiradi. Dunyodagi o'rni Times Higher Education reytingida top 1000 talikka kiradi va bundan tashqari grantlarida 100% davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash stipendiyalari mavjud. Ushbu qo'llab-quvvatlashga bepul yotoqxona bilan ta'minlash, bepul halol 3 mahal taomlar bilan ta'minlash, tibbiy ko'riklardan o'tkazish va bundan tashqari oylik stipendiya bilan ta'minlash ham kiradi. Oylik stipendiya 800 ming riyol atrofida. Bu esa $220 dan $400 gacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi. Va bundan tashqari borishingiz bilan sizga ushbu universitet 1000 AQSh dollari atrofida yordam puli beradi. Ushbu yordam puli orqali siz o'zingiz uchun kiyim-kechak, kitob yoki muhim jihozlarni sotib olishingiz mumkin. Va shunday qilib, Saudiya Arabistonining Amira Nura universitetiga bo'ladigan sayohatimiz ham o'z yakuniga yetdi. Sizlar bilan Bilol va siz Saudcamp.uz kanalida bo'ldingiz. Hoziroq obuna bo'lib, ushbu video yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan Saudcamp.uz jamoasi bo'ldi.